Bir gap aytaymi? Qarigan ota-onangizga hech ham dardingizni aytmang. U o'zi kechalari uxlolmayapti, dardini aytadigan odam topolmayapti. Ota-onasi yo'q. Suygan opa-singil jigarga o'shalari yo'q. O'ziga munosib odam topolmayapti. Ketish vaqti yaqinlashyapti. Omonatni topshirish vaqti yetyapti. Bir qo'li, bir oyog'i, bir qayerlaridadir og'riq. Kechalari o'sha dardini eslab yig'layapti. O'tgan umri haqida afsuslanyapti. Endi sizni ham dardi hasrati unga ortiqchalik qiladi. Sochlarida oq, yuzlarida ajin. Aynan siz biz orqamizdan kelgan dard tashvishlar. Aytganingiz bilan yengillab qolmaysiz. Aksincha ertaga nimaga o'shanda dardimni aytgan ekanman, o'zim o'ldiribman degan g'am o'tadi. Faqat ularga shirin so'z, shirin suhbat.